safarga olib ketganimizda bizga juda asqotgan. Muzlatgich bo'lmasa ham uzoq saqlanadigan juda mazali go'sht qovurish usulini o'rgataman. Birinchi bo'lib dumba va qo'y go'shtini videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Dumbani qozonga solib, ozgina tuzli suv sovuramiz. Shunda jizzani rangi chiroyli bo'lib, yog'i tez ajraladi. Go'shtni pastroq olovda ozgina qovurib, tuz sepib, past olovda dimlab qo'yamiz. Go'shtni suv chiqib ketib, yog' yaltiragandan keyin to'g'ralgan piyozni solib, uni ham suvi qolmaguncha dimlab qo'yamiz. Piyozlarning suvi chiqib, yaxshilab erib ketgandan keyin bir bosh chesnoni mayda qilib to'g'rab, jizzani yarmini va zira solib, yarim soatga past olovda dimlab qo'yamiz. Hozirgi ilik usulda paytida lanch bo'lib holsizlanib qolsanglar, bitta tayyorlab qo'yib, nonlarga surib yeb yursanglar, botga kirib baquvvatgina bo'lib yurasizlar. Immunitetni ham yaxshi ko'taradi. Shundoq dumbayoqda pishib saqlangani uchun uzoq vaqtgacha eskirmaydi. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta yurakcha va shirin